Assalomu alaykum hammaga. Bugun men qanaqa mashinalar bilan kuchayganimni ko'rsataman. Birinchi bo'lib mana shu mashinada anaqalar qilganman, narsalar. Keyin mana shu Suprani olganman. Mana tuning qilganman. Bu Supradan keyin mana shu Mers oldim. Mana Mers. Mana W124. Bundan keyin mana shu BMW M5 E60 dan oldim. Mana yaxshi yuradi bu ham. Keyin mana shu Mustang oldim. Mana migalkali. Undan keyin mana BMW M5 F10 oldim. Mana bunda ham migalka bor mana. Keyin mana Porsche 911 oldim. Mana keyin mana niyat orzuligicha qolmaydi. Mana ukam bu mashinani oldi, keyin menga berdi. Ko'rayotganinglardek. Keyin M5 F90 oldim. Mana M5 oldim. Keyin mana shu Rolls-Royce oldim-da. Keyin mana shu Gelikda ancha ishlar bo'lib ketgan. Keyin M8 oldim. Hamma kutayotgan M8ni. Keyin mana shu mashina. Bilmayman endi nima mashina bu? Bilganlar kommentga yozasizlar. Mana Bugatti Chiron. Zo'r mashina bu ham. Keyin buni anaqadan beri. Mana hozir internet yaxshi ishlamayapti. Mana shu joyda mana narsa bo'ladi. Mana tagida akkauntda ochishlik kerak. Shu yerda mana shu Mers bergan xullas. Endi sizlar bilan birinchi bo'lib mana shu uyli mashinamizni haydaymiz. Mana keyingi videomda ukam ham chiqadi. Chiqsinmi o'zi kommentga yozaveringlar. U ham yaxshi bola. Uni ham anaqalari bor. M5i. Menga o'xshab. Xullas, hozir kirsin bolalar. Keyin yoqib yuboraman. Kirdi bolalar mana. Ko'rib turganinglardek. Mana uyli mashina. Ketdi mana. Togi. Joyimiz bor bizani. Ko'rsanglar bilasizlar. Yangi qo'shilgan baza bor. Shu yoqqa anaqa City'dan borishni o'rgataman. Mana to'g'riga anaqa Qorlito tomonga yurasizlar. Internet yaxshi ishlamayapti, shuning uchun offlaynda o'ynayapman. Yuramiz. Iloji bo'lsa uyli mashina olsanglar, uncha tez yurmanglar, dumalab ketarkan. Tez dumalaydi. Yurasizlar. Qorlito tomonga kirmaysizlar, mana to'g'riga ketaverasizlar. Mana to'g'riga ketasizlar. Ketaverasizlar. Voy, ana nima bo'ldi ko'rdinglar. Shuning uchun tez haydash kerak emas. Ketamiz. Mana katta yo'l bor. Sekinroq. Xo'p, hozir boramiz. Ozgina qoldi. Hop. Ketamiz. Thank you.
O'tib qoldik. Hozir mana bo'ldi, ketdi. Mana bitta joy chiqadi, mana qoraroq. Bitta kirasizlar. Ukam bilan biz ko'pincha o'sha yerga piknikka kelamiz. Mana qibirlasizlar. Uzr, mana bunaqasi ketarkan. Biz onlaynda mashinalarni o'shanga o'rgan qilamiz. Mana shu yerdan tushib olasizlar, ketaverasizlar. Va qotdi-yu bolalar. Ketaverasizlar. To'g'ri yo'l bo'ylab ketaversanglar mana. To'g'ri. Mana kelib qoldik. Mana azgincha qoldi bolalar, mana. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana keldik. O'zingizga ma'qul bo'lgan joyga mana men Orolga mana tushasizlar. Mana. Ko'pchiliklar uyli mashinadan qanaqa chiqib tushadi desanglar, mana. Eshik bor-da, mana. Shunaqa chiqadi, mana shunaqa chiqadi. Mana shopir tomonga o'tmoqchi bo'lsanglar, buni bosasizlar. Xo'p. Agar boshqa yoqqa o'tmoqchi bo'lsanglar, mana misol uchun stul ketdi. Mana shu yoqqa o'tirasizlar. Agar tushayotganda qayerdan tushadi deb so'rayotganlar bo'lsa, mana bu bitta bosasizlar, tushib olasizlar. Mana tushasizlar. Voy, mashina sirpanib ketibdi. Xullas, mana qanaqa piknik qilasizlar, tepani nima bilan yopasizlar deyotganlar, mana. Bular kelsanglar mashinaga yaqin, mana bagaj open degan joy turadi. Bitta bossanglar, mana. Masala bo'ladi. Buni anaqasi qayerda, kapot qayerda desanglar, mana. Mana bitta bo'ladi. Mana bitta yo'llarda ham bor. Mana bu yonda ham bor. Bo'lsa, yo bu yerda yo'q ekan. Xo'p. Endi M5 obzor qilamiz. Endi M5. Albatta buni o'zim anaqa avtosalondan sotib olmaganman, ko'chadan olganman. Bularni bolalar. Mana M5. Bolalar, M5 keyingi safar ukam bilan tog'ga chiqamiz mana shu M5 da. Xayr, salomat bo'linglar.